Agar siz 2026 yil 8 avgustgacha ariza bermasangiz, ayrim to'lovlardan qolib ketishingiz mumkin. Bu gap qo'rqitish uchun aytilmayapti. Men bugun sizga aynan qaysi holatda odam pulini yo'qotishi, kimlar shoshilishi kerakligi, kimlar esa ortiqcha xavotir olmasligi mumkinligi haqida oddiy tilda tushuntirib beraman. Bu ma'lumot nafaqatdagi odamlar, balki farzandi bor oilalar, ijtimoiy yordam olayotganlar, subsidiya yoki kompensatsiya kutayotganlar, hujjati eski bo'lganlar, yashash joyi o'zgarganlar uchun ham juda muhim. Men sizga masalani qonun tilida emas, hayotda qanday bo'lsa shunday qilib tushuntiraman. Chunki ko'pchilik odamlar aynan bitta xatoga yo'l qo'yadi. Hali vaqt bor, menga o'zi keladi. Avval ham o'lganman, endi ham davom etadi deb yuradi. Keyin esa muddat o'tib ketganini, ariza kerak bo'lganini, bitta hujjat yetishmagani sababli to'lov to'xtaganini bilib qoladi. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va oxirigacha diqqat bilan eshiting. Chunki bugungi gap sizning oilangiz budjetiga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Avval ko'p holatlarda odamlar ayrim to'lovlarni avtomatik tarzda olardi yoki hujjatlar bir marta topshirilgandan keyin uzoq vaqt davomida qayta tekshirilmasdi. Masalan, oilada daromad kam bo'lsa, bola puli moddiy yordam, kompensatsiya, subsidiya yoki boshqa ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ariza topshirilardi va odam endi tizimda bor ekanman deb o'ylardi. Lekin bugungi tartiblar tobora raqamlashtirilmoqda, ma'lumotlar bazalari bir-biriga ulanmoqda. Daromadlar, mulklar, yashash manzili, oila tarkibi, ish haqi, pensiya, stipendiya, aliment, tadbirkorlik daromadi kabi ko'rsatkichlar qayta tekshirilmoqda. O'zgarishning asosiy mazmuni shuki, endi men ilgari olganman degan gap har doim ham yetarli emas. Ayrim to'lovlar bo'yicha muddatli ariza qayta tasdiqlash, ma'lumotlarni yangilash yoki hujjatlarni qayta topshirish talab qilinishi mumkin. Ayniqsa 2026 yil 15 avgust sanasi atrofida belgilangan muddatlar haqida gap ketayotgan bo'lsa, bu sanani oddiy kalendardagi kun deb qaramaslik kerak. Men bunday muddatlarni doim pulni saqlab qolish chegarasi deb tushuntiraman. Chunki belgilangan sanagacha ariza berilmasa, odamning huquqi bo'lishi mumkin. Lekin pulni vaqtida olish imkoniyati yo'qolishi yoki keyinga surilishi mumkin. Bu yerda eng muhim farqni tushunib olish kerak. Huquq borligi boshqa narsa, o'sha huquqdan foydalanish uchun ariza berish boshqa narsa. Masalan, sizda yordam olishga asos bo'lishi mumkin. Oilangiz daromadi past, bolalaringiz bor, doimiy xarajatlaringiz ko'p. Lekin siz ariza bermasangiz, tizim sizning niyatingizni bilmaydi. Davlat organi yoki mas'ul tashkilot sizni alohida izlab, keling pulingizni olib keting deb har doim chaqiravermaydi. Shuning uchun ariza berish jarayoni oddiy rasmiyatchilik emas, pulingizni yo'qotmaslik uchun majburiy qadam bo'lishi mumkin. Men ko'p uchratadigan holat shunday, odam to'lov olayotgan bo'ladi, keyin birdan pul tushmay qoladi. Bank kartasini tekshiradi, mahallaga boradi, telefon qiladi, navbatda turadi. Oxirida ma'lum bo'ladiki, ariza muddati tugagan, oilaviy holat o'zgargan, daromad qayta hisoblangan yoki hujjat yangilanmagan. Eng achinarlisi, odam buni oldindan bilganida, masala bir kun ichida hal bo'lishi mumkin edi. Lekin kech bilgani uchun bir necha oy to'lovsiz qolib ketadi. Birinchi navbatda kimlar xavotir olish kerakligini aniq aytaman. Agar siz bola puli, moddiy yordam, ijtimoiy nafaqa, kompensatsiya, kommunal to'lovlar bo'yicha yordam, uy-joy subsidiyasi, nogironlik bilan bog'liq to'lov, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha yordam yoki shunga o'xshash muntazam pul oladigan bo'lsangiz, muddatlarga befarq bo'lmang. Chunki bunday to'lovlarning ko'pchiligi abadiy tayinlanmaydi. Ular ma'lum muddatga belgilanadi. Keyin qayta tekshiruvdan o'tadi. Ikkinchi guruh hujjatlar eski bo'lganlar, pasport yoki ID karta ma'lumotlari o'zgargan, familiya o'zgargan, nikohdan o'tgan yoki ajrashgan, farzand tug'ilgan, kimdir vafot etgan, kimdir oiladan alohida yashashga chiqqan bo'lsa, bularning hammasi to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Tizimda oila tarkibi noto'g'ri ko'rinsa, sizga tegishli pul chiqmasligi yoki noto'g'ri hisoblanishi mumkin. Uchinchi guruh yashash manzili o'zgarganlar. Masalan, siz bir tumandan boshqa tumanga ko'chdingiz, lekin ro'yxatdan o'tish masalasini oxirigacha hal qilmadingiz. Oldingi mahalla sizni o'z hududida ko'rmaydi. Yangi mahalla esa hujjat bo'lmagani uchun sizni ro'yxatga to'liq olmaydi. Natijada odam ikki o'rtada qoladi. To'lov esa manzil, oila tarkibi va mahalla ma'lumotlariga bog'liq bo'lsa, bu juda katta muammo tug'diradi. To'rtinchi guruh
norasmiy ishlayotganlar yoki daromadini noto'g'ri ko'rsatganlar. Men bu yerda odamlarni ayblamayman. Hayotda har xil vaziyat bo'ladi. Kimdir kunlik ish qiladi, kimdir bozor ucharda savdo qiladi. Kimdir taksida yuradi, kimdir uyda tikuv qiladi. Lekin ariza berayotganda daromad masalasi juda ehtiyotkorlik bilan ko'rsatilishi kerak. Agar siz daromadim yo'q deb yozsangiz, keyin bank aylanmalari, soliq ma'lumotlari yoki boshqa bazalardan daromad ko'rinsa, ariza rad etilishi mumkin. Ba'zi holatda oldin olingan pulni qaytarish masalasi ham chiqish ehtimoldan xoli emas. Endi real misollarga o'tamiz. Masalan, bir oilada ota, ona va 3 nafar farzand bor. Ota mavsumiy ish qiladi, oyiga o'rtacha 2 million so'm topadi. Ona ishlamaydi. Ular bola puli yoki moddiy yordam olishga ariza beradi. Agar hujjatlar to'g'ri bo'lsa, oila tarkibi to'liq ko'rsatilsa, daromadlar aniq kiritilsa, ularga ma'lum muddat uchun to'lov tayinlanishi mumkin. Lekin ular keyingi muddatda arizani yangilashni unutsa, biz oldin olayotgan edik-ku degan gap yordam bermaydi. 18 avgustgacha talab qilingan ariza berilmagan bo'lsa, to'lov to'xtashi yoki yangi davr uchun hisoblanmasligi mumkin. Yana bir misol, pensioner ayol yolg'iz yashaydi. Pensiyasi 1 million 200 ming so'm. Kommunal xarajatlari, dorilar, oziq-ovqat xarajatlari bor. U ilgari mahalla orqali yordam olgan. Keyin ID karta oladi. Manzilda kichik o'zgarish bo'ladi. Lekin bu ma'lumotni tegishli joyga yetkazmaydi. Tizimda u haqidagi ma'lumot mos kelmagani uchun ariza ko'rib chiqilmay qoladi yoki qo'shimcha tekshiruvga tushadi. Natijada ayol meni ro'yxatdan chiqarib yuborishibdi deb o'ylaydi. Aslida muammo hujjat va ma'lumotlarning yangilanmaganda bo'ladi. 3-misol, yosh oila uy-joy subsidiyasiga umid qiladi. Er ishlaydi, ayol bola parvarishida bitta farzandi bor. Ular ijarada yashaydi. Keyinchalik kredit asosida uy olishni xohlaydi. Lekin ariza muddatini o'tkazib yuboradi. Bu yerda zarar juda katta bo'lishi mumkin. Chunki subsidiya oddiy 200-300 ming so'mlik yordam emas. Ba'zan boshlang'ich badal yoki foiz to'lovlarida sezilarli yengillik beradi. Bir kun kechikish butun yilgi imkoniyatni yo'qqa chiqarishi mumkin. 4-misol, nogironligi bo'lgan shaxsga parvarish, reabilitatsiya, texnik vosita yoki kompensatsiya bo'yicha to'lov kerak. Oila hujjatlar bizda bor deb yuradi. Lekin tibbiy xulosa muddati, nogironlik guvohnomasi, bank karta ma'lumotlari yoki ariza sanasi yangilanmagan bo'lsa pul kelmaydi. Bunday vaziyatda odamga pul shunchaki qulaylik uchun emas, kundalik hayot uchun kerak bo'ladi. Shuning uchun aynan bu toifadagi insonlar muddat va hujjat masalasiga 2 barobar ehtiyot bo'lishi kerak. Endi kimlar o'rtacha vahimaga tushmasligi mumkinligini ham aytaman. Agar siz hech qanday ijtimoiy to'lov olmayotgan bo'lsangiz, hech qanday subsidiya, kompensatsiya yoki yordam uchun ariza bermagan bo'lsangiz, bu muddat sizga bevosita tegishli bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir oilangizda ota-onangiz, farzandingiz, turmush o'rtog'ingiz, nogironligi bor qarindoshingiz yoki yordamga muhtoj kishi bo'lsa, tekshirib qo'yganingiz yaxshi. Agar sizning to'lovingiz avtomatik tarzda davom etadigan toifaga kirsa, masalan, ayrim pensiya turlari bo'yicha doimiy tayinlangan to'lov bo'lsa, har safar ariza berish talab qilinmasligi mumkin. Lekin bu ham hamma uchun bir xil emas. Chunki pensiya alohida, kompensatsiya alohida, bola puli alohida, subsidiya alohida tartibda yuradi. Men doim odamlarga shuni aytaman. Menga tegishli emas shekilli deb taxmin qilgandan ko'ra, bir marta tekshirib qo'yish ancha arzon tushadi. Agar siz allaqachon ariza bergan bo'lsangiz, arizangiz qabul qilingan bo'lsa, ro'yxat raqami yoki tasdiq xabari bo'lsa, unda asosiy ishni qilgansiz. Lekin bu ham ish tugadi degani emas. Ariza maqomini kuzatish kerak. Qabul qilindi degani tasdiqlandi degani emas. Ko'rib chiqilmoqda degani pul tayinlandi degani emas. Rad etildi degani esa hamma imkoniyat tugadi degani emas. Ko'p holatda xato tuzatilsa, qayta ariza berish mumkin bo'ladi. Eng katta xatolardan biri shuki, odamlar ariza berish muddatini hujjat topshirishning oxirgi kuni deb tushunadi. Aslida oxirgi kun yaqinlashgan sari tizim yuklanishi, navbat ko'payishi, mas'ul xodimlar band bo'lishi. Hujjatdagi xatoni tuzatishga vaqt qolmasligi mumkin. Masalan, siz 10 avgust kuni borasiz, lekin bitta ma'lumot yetishmaydi. Bank hisob raqamingiz noto'g'ri, nikoh guvohnomasi nusxasi kerak. Farzand tug'ilganlik guvohnomasi tizimda ko'rinmayapti yoki ID kartadagi ma'lumot mos kelmayapti. Sizga ertaga olib keling deyishadi. Lekin ertaga muddat o'tgan bo'ladi. Shuning uchun men hech qachon oxirgi kunni kutishni maslahat bermayman.
Yana bir nozik joy. Oiladagi daromadni hisoblash davri. Ba'zi odamlar bu oy daromadim yo'q deydi. Lekin tizim oxirgi 3 oy. 6 oy yoki boshqa davrdagi daromadni tekshirishi mumkin. Masalan, siz iyul oyida ishlamagansiz, lekin may va iyun oylarida bank kartangizga katta pul tushgan. Bu pul qarz bo'lishi ham mumkin. Lekin tizim uni daromad sifatida ko'rishi ehtimoli bor. Shuning uchun katta pul tushumlari bo'yicha izoh, hujjat yoki tushuntirish kerak bo'lishi mumkin. Yana bir muammo, mulk masalasi. Odamning daromadi kam bo'lishi mumkin, lekin nomida uy, yer, mashina yoki boshqa mol-mulk bo'lsa, ayrim to'lovlar bo'yicha bu hisobga olinadi. Ba'zan odam mashina meniki, lekin ishlamaydi uy nomida. Lekin u yerda ota-onam yashaydi. Yer bor, lekin foydalanmaymiz deydi. Hayotiy tomondan bu gaplar to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin rasmiy tizim hujjatga qaraydi. Shuning uchun ariza berishdan oldin nomingizda nima borligini ham bilib oling. Ajrashgan oilalarda aliment masalasi juda ko'p muammo qiladi. Masalan, ona 2 farzandi bilan yashaydi. Otasi aliment to'lamaydi. Ona ariza beradi. Tizimda esa aliment belgilangan bo'lishi yoki otaning ma'lum daromadi ko'rinishi mumkin. Agar real holatda pul kelmayotgan bo'lsa, buni tasdiqlovchi hujjat kerak bo'lishi mumkin. U pul bermaydi degan og'zaki gap ba'zan yetarli bo'lmaydi. Sud qarori, ijro hujjati, aliment qarzdorligi haqida ma'lumot kabi hujjatlar muhim ahamiyatga ega. Norasmiy nikohdagi oilalarda ham ehtiyot bo'lish kerak. Er-xotin rasmiy nikohsiz yashasa, farzand bor bo'lsa, manzil bir xil bo'lsa, daromadlar va oila tarkibi masalasida savollar tug'ilishi mumkin. Bu holatda kim bilan yashayotganingiz, bolalarning hujjatlari, otalik belgilangani yoki belgilanmagani, ro'yxat manzili kabi masalalar tekshiriladi. Men bunday oilalarga ariza berishdan oldin mahalla yoki tegishli tashkilotdan aynan o'z holati bo'yicha maslahat olishni tavsiya qilaman. Bank kartasi ham kichik masala emas. Ko'p odam ariza beradi, lekin karta muddati tugagan, karta bloklangan, hisob raqami noto'g'ri yozilgan yoki karta boshqa odam nomida bo'ladi. To'lov tayinlangan taqdirda ham pul tushmay qolishi mumkin. Shuning uchun ariza berishdan oldin kartangiz faolmi, nomingizga ochilganmi, SMS xabarnoma ishlaydimi, bank hisob raqami to'g'rimi? Bularni tekshirib qo'ying. Endi nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, o'zingiz olayotgan yoki olishni rejalashtirayotgan to'lov turini aniqlang. Bu bola puli bo'lishi mumkin, moddiy yordam bo'lishi mumkin, subsidiya bo'lishi mumkin, nogironlik bilan bog'liq kompensatsiya bo'lishi mumkin. To'lov nomini aniq bilmasangiz, mahallaga, ijtimoiy himoya bo'limiga, pensiya jamg'armasi bo'limiga, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali yoki tegishli kol markaziga murojaat qiling. Menga pul kerak deyish yetarli emas. Qaysi to'lovga huquqingiz borligini bilish kerak. Ikkinchi qadam, muddatni aniqlang. Agar sizga 2026 yil 18-avgustgacha ariza berish kerakligi aytilgan bo'lsa, bu sanani telefoningiz kalendariga yozib qo'ying. Lekin o'zingiz uchun ichki muddatni undan oldin belgilang. Masalan, 1 avgustgacha barcha hujjatlarni tayyorlash, 5 avgustgacha ariza topshirish, 10 avgustgacha maqomini tekshirish. Shunda xato chiqsa, tuzatishga vaqt bo'ladi. Uchinchi qadam, hujjatlarni yig'ing. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat. ID karta yoki pasport, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrashganlik hujjati, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, bank daromadga oid ma'lumotlar, nogironlik bo'lsa tibbiy xulosa yoki guvohnoma. Aliment bo'yicha hujjatlar, ishsizlik yoki bandlik holatini tasdiqlovchi ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Har bir to'lov turida ro'yxat farq qiladi. Shuning uchun qo'shnim shuni topshirgan ekan deb emas. O'z holatingiz bo'yicha tekshiring. 4-qadam, ma'lumotlaringizni solishtiring. Familiya, ism, tug'ilgan sana, jashtashir, manzil, bank karta raqami, telefon raqami, oila a'zolari soni bir-biriga mos bo'lishi kerak. Bitta harf xatosi ham arizani cho'zib yuborishi mumkin. Ayniqsa eski pasportdan ID kartaga o'tganlarda yoki familiya o'zgargan ayollarda bu muammo ko'p uchraydi. 5-qadam, arizani rasmiy yo'l bilan bering. Agar xizmat onlayn mavjud bo'lsa, yagona portal orqali ariza berish qulay. Lekin hamma ham internetdan bemalol foydalana olmaydi. Bunday holatda mahalla davlat xizmatlari markazi yoki tegishli bo'limga borib, arizani yozma yoki elektron tartibda topshirish mumkin. Muhimi, ariza topshirilganini tasdiqlovchi dalil bo'lsin. Ro'yxat raqami, SMS xabar, elektron tasdiq, kvitansiya yoki mas'ul xodim bergan ma'lumot. 6-qadam, ariza maqomini kuzating.
Men odamlar qiladigan eng katta xatoni yana bir bor aytaman. Ariza topshirdim deb uyda kutib o'tirish noto'g'ri. Bir necha kundan keyin holatini tekshiring. Qabul qilinganmi? Ko'rib chiqilyaptimi? Qo'shimcha hujjat so'ralganmi? Rad etilganmi? Tasdiqlanganmi? Agar rad etilgan bo'lsa, rad etish sababini yozma yoki aniq shaklda bilib oling. Sababni bilmasdan qayta ariza berish foyda bermaydi. 7-qadam. Agar rad etilsa, tinch tahlil qiling. Balki daromad me'yoridan oshgandir, balki hujjat yetishmagandir, balki tizimda xato bordir, balki oila tarkibi noto'g'ri ko'rsatilgandir. Masalan, siz bilan yashamaydigan odam hali ham manzilingizda ro'yxatda turishi mumkin. U odamning daromadi sizning oilangiz daromadiga qo'shilib ketishi mumkin. Bunday vaziyatda avval ro'yxat masalasini tartibga solish kerak bo'ladi. 8-qadam. Hamma hujjatning nusxasini saqlang. Telefoningizda suratga olib qo'ying, elektron fayl qilib qo'ying. Kerak bo'lsa, qog'oz nusxa ham saqlang. Ariza bergan sana, kimga berganingiz, qaysi raqam bilan ro'yxatdan o'tgani, qanday javob kelgani yozib qo'yilsin. Keyin nizo chiqsa yoki pul tushmasa, sizda dalil bo'ladi. 9-qadam. Katta yoshdagi ota-onangiz, qo'shnilaringiz, qarindoshlaringizga ham ayting. Chunki ko'pincha to'lovdan qolib ketadiganlar aynan internetdan kam foydalanadigan, xabarlarni ko'rmaydigan, muddatni bilmaydigan odamlar bo'ladi. Ular mahalladan aytsa boraman deb kutadi. Lekin har doim hammani alohida ogohlantirish imkoni bo'lmaydi. Siz bilgan ma'lumot bir oilaning bir necha oylik daromadini saqlab qolishi mumkin. Men ekspert sifatida eng asosiy maslahatni shunday beraman. Pul masalasida og'zaki gapga suyanmang. Eshitdim deyishdi, falonchi shunday qildi degan ma'lumotni tekshirmasdan ish tutmang. Rasmiy manba, tegishli tashkilot, ariza raqami, yozma javob bo'lsin. Chunki muddat o'tib ketgandan keyin menga boshqacha aytishgandi. Deyish pulni qaytarib bermaydi. Yana shuni unutmang. Agar siz haqiqatan ham yordamga muhtoj bo'lsangiz, ariza berishdan uyalmang. Bu sizning qonuniy huquqingiz bo'lishi mumkin. Lekin huquqdan foydalanish uchun intizom kerak. Muddatni bilish, hujjatni tayyorlash, ma'lumotni to'g'ri berish, natijani kuzatish. Kim shu tartibga amal qilsa, pulini saqlab qolish imkoniyati yuqori bo'ladi. Kim keyinroq ko'raman deb yuraversa, eng kerak paytda to'lovsiz qolishi mumkin. Bugungi mavzuning asosiy mazmuni bitta. 2026 yil 12-avgustgacha ariza berish talab qilinadigan to'lovlar bo'yicha befarq bo'lmang. Avval olganingiz yoki qo'shningizga pul tushgani sizga ham avtomatik tushadi degani emas. Har bir oilaning daromadi, hujjati, manzili, oila tarkibi va ariza holati alohida tekshiriladi. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq o'zingizga tegishli to'lovni aniqlang, hujjatlaringizni tekshiring, bank kartangizni yangilang. Ariza berish muddatini yozib qo'ying va oxirgi kunni kutmang. Agar ariza bergan bo'lsangiz, maqomini tekshiring. Agar rad javobi olgan bo'lsangiz, sababini aniqlang va xatoni tuzating. Izohlarda yozing. Siz qaysi to'lov bo'yicha ariza bermoqchisiz yoki qaysi masalada tushunmovchilik bor? Men keyingi videolarda eng ko'p so'ralgan savollarni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki kim muddatni o'tkazib yuborsa, pulni yo'qotishi mumkin.